Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros arlida. Havo shundoq yaxshi. Boy ko'ygininglardek bugun atdiganda dengiz yuzi tüp-tüz, xuddi bir parcha aynakdek o'ziga chiqdi. Andin paraxotlar o'tdi. Anosiga biroz shamolmi ko'tarildi. Dengiz to'lqinlari qaytadan mavj urishga boshladi. Bugun ulug' Qurban hayiti. Men kitap o'qish munbiridagi qarindoshlarimga ham qizim Dilfiruzga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlarning, jumladan Uyg'ur qarindoshlarimizning bu qutlug' hayitini chin dilimdan qutlayman. Qurban hayitimizga muborak bo'lsin. Qurban hayitlik huzuringizga sunmoqchi bo'lganim dangliq shoir marhum Ro'za Said akaning Qurban hayitlik 2 g'azal. Qurban hayitlik 2 g'azal. Birinchi. Hayit bugun so'rinda, uyda, dilda oyam shodliqi. Hayit bugun har labda, ko'zda kulkilarning tatliqi. Qubba peshtoqdan taraydi nag'ri sunayining uni, undigay janni samaga nag'maning yangroqliqi. Go'sh tiqlaydi qozonda, dasturxon liq non to'qach. Ishtiha qo'zg'aydi chaynakchining qaymoqliqi. Hayit muborak deb jamoat qo'l berib siypar saqal. Hayitga zinnat qiz yigitlar zo'qining qaynoqliqi. Navra ushshaqlar xo'shal qushdak churuqlaydi ana, qo'llari liq pul texi yanchiqda liq saqlaqliqi. Her salamda 100 adavet 1000 azar 70 budam. Bu süpetlik hayitga kimning kelmisin amraqliqi. Bu muşundaq mehir şefqat, do'st inoqlik oyimi. Tuzlanar hayit qislatida ang aql maymaqliqi. Ey musulmon, yar qarindosh, kuldiring hayitni kuling. Aşkara bo'lsin jahonga kulkining qandaqliqi. Ikkinchisi. Biri No'ruz, biri oyam tushibdi arishdan kun ay. Uningdan mavu uz xuddi suratdak gul chiroy ay hay. Seni al patilar amdi, qani mazani tayyor qil. Irik so'y non to'qash rasla, liganga tuz gezak go'shmay. Elib ko'ksinga o'ng qo'lni salom ber mo'yspitlarga. G'irib miskinga hayitliqsin, ularmu aytmisin, ah voy. Untuma hayit ruhlarmu sening mehringni izlaydi. Chiqib tuproq beshig'a qil duo sen noumid qo'ymay. Atang sahroda ko'z tikkay yo'lingga, yo'qla ang boldur. Anangmu paypetak ishsin balam deb hayitda hayitliq chay. Ölümlük öy kesel qo'shning isingdan chiqmasin hargiz. Jamoatni tavazzuda chiqarg'in to'rga raslab chay. O'zingmi yilda bir kelgan muborak hayitda yayrab kul. Takabbur bo'lmag'in yurtga kibirdin cho'rma dalbay. Qani tez bo'l, bu so'g'an oldiga kep qoldi hayit. Rozi, turamsan boshlamay uyga, sama salmay, dutar chalmay. 2000-yil 26 fevral Xotin. Hürmetli qarindoshlar, haqiqatanmi bu g'azalda yozgandek u güzel manzarlar, u güzel aslimalar bizning yurak qitimizga mühür bo'lib singildi. Har qitim hayit bayramlarda mana shu güzel manzarlarni, aslimalarni
qayta yat etib, ko'nglimiz yerim bo'ladi. Lekin mayli qandaq bo'lmasin, hayot davom etadi. Yana bir parcha she'r o'qib beray. Hayotni tushunish. Bu she'r uzunroq, faqat 2 bo'limini o'qib berma. Chunki bayram emasmi? Et emasmi? Chaqim aldirash bo'lasizlar. Hayotni tushunish. Hayot shundoq. U buningga chirmishib, yashar gohi terkishib, goh termishib. Hayot demak, qo'g'dash, ratlanish. Ketgan emas, tish qalpoqdek birlashib. Judun soqar gul chechakni shexidin. Chechak yasar mevlash uchun tirishib. Qorong'u tun yolmasam der yultuzni. Yultuz chaqnar zulmat bilan qerishib. Ay yo'rayman desi ko'kda to'lonlab. Bulut tosar ay ko'ziga kirishib. Tütek tuman nur talashqay quyoshdan. Bo'ron o'tar taxtin shaq yerishib. Yozda pishay davatqanda ziraat. Müldir yig'ib donni ketar serishib. Jahon shundoq, hayot shundoq o'tadi. Bu qaqshisa u kulkiga erishib. Yig'lag'anlar yig'lavermas aramsiz. Külgeklermi külelmeydi armansız. Qancha uzun bolgan bilen tün kecha, tang aldıda zulmet degen dermansız. Qar pörkegek qishmu tushar o'radin. Soğuk degen qashqaq nima yaramsız. Birdamlikla hayvisi bar bo'ronning, bahar kuyi jaranglik u jarangsız. Müldir quyosh optipida bichora. Hamma narsa davri o'tsa davronsiz. Bu jahonda bir narsa bor, bir narsa u bo'lmasa hamma o'lik, javlonsiz. Bu qat'iyat yashash uchun kurashmak. Bu kurashmi bo'lmaydi tinch, jaryonsiz. Hayot yo'li bo'lmagandek karvonsiz. Zafer yo'li emas o'tkal dabansız. Davan atlash uchun lozim qat'iyat. Bo'lmasa biz mevasiz, bog' varansiz. Hurmatli qarindoshlar, bu Qurban hayitda mayli yolg'iz bo'layli yoki uy ichidagilar bilan, do'st, birodarlar bilan bo'layli, hayitni xushal-xuram yaxshi o'tkazaylik. Ahırda kaypinglarni biroz ko'tirish uchun qizim Dilfroz bundan bir necha yil ilgari Instagramda dop bilan o'rindigan Qurban hayitlik bir naqshini huzuringizga sunaman. Bu Instagramga tayyorlangani uchun telefonni vertikal qilib turib ko'rishga to'g'ri keladi. Qani, Bahir og'aysizlar. Allohga omonat, o'zinglarni yaxshi asranglar. Qurban hayitinglarga yana bir qitim muborak bo'lsin. Xayr xo'sh, aman bo'laylik. Assalom, hayitinglarga muborak bo'lsin. Hayitlik men sizlarga pek bir naqsh tepib olgandim yaqinda. Shuningki e'lonini gongosini chopmamoqchi. Ammo pek yaxshi ko'rib qoldim bu naqshni. Boshlatqa.
Assalom ko'pchilik, Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Men o'tganlik ro'zaytda sizlarga Oqsu degan naqshilga va'da bergandim. Shu va'damni bugun amalga oshiray. Boshlab ketdik hamsa. Oqsu degan naqsha. Oqsu degan shada shada bir boy deydi. Oqsu degan shada shada bir boy deydi. U boyning Tağaçı emez, yağaçı emez, hayda kılmen yarim desem, bana meyliniz bulsa jigit, tavara kilim deydim. Üyemge birip, sandıkni içip, maçanını koyap, yaçanını ilip, tağağa silip, ağmak dokup, iki yangı qarap, burutumni tarap, özümüzni itip, ağmak dokup, kaşkağa birip, dukanni içip, tavanı ilip, topuğumuzun dep hucumga silip, yarım kışığa gelsem kinem, kelin meşhurun deydi. Yarım kışığa gelsem kinem, kelin meşhurun deydi. Toylu kığınımı alımen desem, bana meyliniz bulsa jigit, eynekçi bulan deydi. Eynekçi emez, peynekçi emez, çeynekçi emez, hayda kılmen yarim desem, bana meyliniz bulsa jigit, eynekçi bulan deydi. Üyemge birip, sandıkni içip, maçanını koyap, yaçanını ilip, tağağa silip, ağımak dokup, iki yangı qarap, burutumni tarap, tutnılık atıp, iştenmekkem tatıp, tüygüge minip, eynekni silip, sümketmisin dep men lottuğa ögep, yarım kışığa gelsem xinem, kelin meşhurun deydi. Ayda kılmen yarim desem, bana meyliniz bulsa jigit, osmiçi bulan deydi. Osmiçi emez, tosmiçi emez, tosmiçi emez, hayda kılmen yarim desem, bana meyliniz bulsa jigit, osmiçi bulan deydi. Üyemge birip, maçanını koyap, yaçanını ilip, tağağa silip, ağımak dokup, iki yangı qarap, burutumni tarap, özümüzni itip, kaşkağa birip, bir moyanın kökünü ilip, osmi dirip, ketmen çipip, perviş kılıp, usul ilip, tağağa silip, yencep tıkıp, desep tıkıp, yarım kışığa gelsem xinem, kelin meşhurun deydi. Bir qarap koyan yarim desem, çapqan jigitken dep bulap, çolan tegmedi deydi. Bir qarap koyan yarim desem, çapqan jigitken dep bulap, çolan tegmedi deydi. Amma bektirishchan bolike, boytaq qizlar agarda xalab qalsanglar QQ numerini deb bermajman matirishchan jigitning. Qurban hayitlaringiz yana bir qitim muborak bo'lsin.